Barchamiz tanigan va bilgan yozuvchi O'tkir Hoshimov qalamiga mansub Umr savdosi asaridan qisqacha. Umr insonga bir marta beriladi, lekin har kim uni bir xil baholamaydi. Kimdir umrini ezgulik bilan to'ldiradi, kimdir yolg'on va aldov bilan o'tkazadi. Kimdir orzular yo'lida kurashadi, boshqasi esa ularni vaqtinchalik manfaat evaziga sotadi. Hayot bizni har kuni tanlov oldiga qo'yadi va har bir tanlovimiz aslida umrimizning bir bo'lagini sotib yuborishimizdir. Asar bosh qahramoni samimiy, halol, orzular bilan yashaydigan, lekin hayot sinovlari qarshisida asta-sekin o'ziga savollar bera boshlagan bir inson. U umrining qadriga yetolmagan odamlar orasida yashaydi. Har kuni unga yolg'onlar aytiladi. Har kuni undan orzular evaziga jim yurish talab qilinadi va u ham boshqalardek savatga bir narsa tashlab umr savdosi qilishga o'rganib boradi. Atrofdagi insonlar kimdir poraxo'r, kimdir yolg'onchi, kimdir zimmasidagi ishonchini sotgan. Ba'zilar uchun umr pul, mansab yoki qudrat evaziga almashinadigan oddiy bir vosita. Ammo bosh qahramon uchun bu tugamasin degan ko'zni to'ldiradigan orzu edi. U bir kun kelib barchasidan charchaydi va o'ziga savol beradi. Men bu umrni kimga va nima evaziga sotyapman? Umr savdosi bu oddiy odamlarning ichki faryodi.